Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga Snickers shokoladini korobochniy variantini ko'rsatib bermoqchiman. Tayyorlanishi juda ham oson. Oldindan yer yong'oqlarini duxovkada quritib olamiz va quritilgan yer yong'oqlarni blenderdan o'tkazib olamiz mayda bo'lguncha. O'tkazib bo'lganimizdan keyin 125 gram o'lchab olamiz. Tarozida o'lchash kerak bo'ladi, qoshiqlab o'lchanmaydi. 125 gram o'lchab chetga olib qo'yamiz. Undan keyin bitta idishimizga 250 gram sariyog'ni solib olamiz. Agar margarin ishlatsanglar, yog'lilik foizi 82% dan kam bo'lmasligi kerak. Bo'lmasam suv chiqib, pechenye o'xshamaydi. 125 gram saxarni pudra, 125 gram boya o'lchab olgan arxisimizni, ya'ni yer yong'og'imizni solib olamiz. Bir pochka vanilin, bitta tuxumni solib aralashtirib olamiz. Yaxshilab bir-biriga qo'shilib ketishi kerak. Undan keyin 400 gram unni elab solib olamiz. Elab solib bo'lganimizdan keyin xamir qorishni boshlaymiz. Boshqa un umuman ishlatmadim. Shu 400 gram menga tengma-teng yetdi xamir bo'lgunicha. Xamir qorib bo'lganimizdan keyin tayyor xamir paketga solib xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Kamida 1 soat xolodilnikda turish kerak. Dam olish kerak xolodilnikda. Xolodilnikda qancha ko'p tursa, pishirish jarayonida shunaqa yog'i chiqib ketmaydi. Alohida idishda 200 gram varionoz gushonkaga 120 gram oq shokolad solib olamiz. Va gazga qo'yib pastroq olovda tepasidan ketmasdan eritishni boshlaymiz. Aralashtirib turish kerak, chunki shokolad tez kuyib ketadi. Tim bo'li oq shokolad juda ham tez kuyadi. O'shaning uchun boshidan ketmasdan aralashtirish kerak. Bu erigan massani, iriskali massani boyiga qolgan yer yong'oqli massaga qo'shib olamiz. Blenderdan chiqqan yer yong'oqqa qo'shib olamiz, ya'ni va yaxshilab aralashtirib olamiz. Bu nachinkasi bo'ladi pechenyelarimizni. Yaxshilab aralashtirib bo'lganimizdan keyin buni ham paketga solib yoyib xolodilnikka qo'yishimiz kerak bo'ladi. Yoyibman. Ingichka qilib taxminan 0,5 millimetr qilib yoyib olishimiz kerak bo'ladi. Unaqa qalin qilish shart emas. Ortiqchalari chiqib ketsa, ularni olib tashlaymiz. Chiroyli qilib bir tekisda yoyib olishga harakat qilish kerak. Bir joyi qalin, bir joyi ingichka bo'lib qolmasin. Bu narsaga ahamiyat beringlar. Paketdan ozgina joyini olib tashlaymiz. Havoni chiqarib qo'yish uchun. Havosini chiqarib bo'lgandan keyin xolodilnikka 1 soatliga qo'yib qo'yamiz. Endi xamir 1 soat xolodilnikda dam oldi. Xamirimizni ikkiga bo'lib, tagiga pergamentni qog'oz solib, ozginadan un sepib yoyishni boshlaymiz. Buni ham taxminan 0,5 millimetr qalinlikda yoyib olish kerak bo'ladi. Unaqa qalin bo'lishi kerak emas. Yoyib bo'lganimizdan keyin lineyka yordamida kamida 30 cm lineyka ishlatganingiz yaxshi. Chetlarini tekislab kesib olamiz. To'rtburchak holga keltirishimiz kerak. Endi bundan 6 cm o'lchab belgilab olamiz. Tekis kesilishi uchun hamma yog'idan taxminiy qilib o'lchab olamiz. O'lchab bo'lganimizdan keyin endi yon tarafini o'lchaymiz. Yon tarafini 2 cm dan o'lchab kesib chiqamiz. Hamma yog'ini bir tekisda o'lchab santimetrlariga katta ahamiyat berish kerak. Pechenyelar pishgandan keyin qing'ir qiyshuv bo'lib qolmasligi uchun kerak emas. Ortiqcha nima deydi? Rasxod bo'lmasligi uchun ham agar buni
sotishga tayyorlasanglar o'lchab chiroyli qilib tayyorlaganinglar ma'qul. Duxovkani oldindan 160 darajaga yoqib qo'yamiz. Duxovkalar hammasi har xil. Menga tepasini pastini yoqasizmi deyishadi. Menda yoqqanimda hamma yog'i yonadi. Unaqa tepasi pasti degan nastroykasi yo'q. To'rtta tomoni birdaniga yoyadi. Yonadi deganim. Endi listga olib, taxminan 14-16 minut davomida pishirib olamiz. Mana pishib chiqdi. Juda ham pisochniy xamir bo'ladi. Hozir bo'lib ko'rsataman bittasini. Bo'linishi ham oson ko'rganinglardek. Mana ichlarini ko'ryapsizlar. Qanchalik pisochniligini ham ko'ryapsizlar. Hammasini bir juft qilib xolodilnikka sovutgani qo'yib qo'ydim. Endi boyagi nachinkamizdan olib, uni ham 6 ga 2 sm qilib kesib olamiz. Buni ham o'lchab kesganinglar ma'qul, bo'lmasam qiynalib qolasizlar. Nachinkasini qo'yayotganda o'lchangan narsa har doim yaxshi, agar sotilgani qilinayotgan bo'lsa, ya'ni pishirilayotgan bo'lsa. Hamma mahsulot xaridori bor. Buni ham agar sotgani pishiradigan bo'lsanglar, inshaalloh xaridorlari ko'p bo'ladi. Keyin ko'pincha narxini qanaqa qo'yish kerak deyishadi. Biz qancha nech pullik mahsulot ishlatsak, ustiga birga bir xizmat haqi qo'shardik. Hozir qanaqa qilishyapti uni bilmayman. Nachinkamizni kesib bo'ldim va ikkita pechenyani orasiga nachinkani qo'yib tekislab chiqaman. Yopishtirayotganda juda ham mayin, nozik harakat qilinglar, chunki pechenyalar yumshoq, salga sinib ketadi. Sinmasligi kerak, iloji boricha mayinroq harakat qilish kerak. Shuning uchun sekin bostirib, yonlarini tekislab, hammasini terib chiqamiz. Mana hammasi tayyor bo'ldi. O'sha ikkita zuvaladan shuncha chiqdi ko'rganinglardek. Endi 250 gram sutli shokoladni eritib, 50 gram oddiy pista yog' qo'shib aralashtirib oldim va tayyor pechenyalarni list to'g'rirog'i reshotkasiga terib chiqib, ustidan shokolad quyib chiqyapman ko'rganinglardek. Shokolad bilan ishlaganda salqinroq havo bo'lgan xonada ishlansa yaxshiroq bo'ladi. O'shanda shokolad tezroq qotadi mahsulot ustida. O'zi shokolad tayyorlanadigan joylarda bu haqida bilishadi. Endi ustini yasatish uchun bir osh qoshiq varyun sgo'shonkaga 60 gram 70 gram atrofida boyagi eritilgan shokoladdan qo'shib, ustini ko'rganinglardek bezab chiqdim. Ikkalasini o'shalarni aralashtirib, mishokka solib olib, ustini bezab chiqdim. Hammasini bitta reshotkaga terib olib, shokoladlarni xolodilnikka qo'ydim, chunki hozir yoz, qotish qiyinroq bo'ladi. Xolodilnikka taxminan 10 minutlarga qo'ydim. 10 minutdan keyin olib, maxsus shunaqa qog'ozli qolipchalariga solib, menda shokolad idishi bor edi. Korobkali shokolad idishi, o'shanga terib chiqdim. Hammasini terib chiqdim. Ko'rganinglardek, uy sharoitida ham shunaqa shokoladlar tayyorlasanglar bo'ladi. Ayniqsa tirikchilik uchun tayyorlashinglarni va sotishinglarni maslahat bergan bo'lardim. Hozir ichini kesib ko'rsataman. Juda ham mazali pechenyalardan bittasi. Inshaalloh xaridorgir bo'ladi. Agar tirikchilik uchun tayyorlamoqchi bo'lsanglar, hech qo'rqmanglar. Hamma narsani o'zini xaridori bo'ladi aytganimdek. Zakazga narsa pishiradiganlar bilishadi. Hech narsa shundoq qolib ketmaydi. Boshida qiynalasizlar agar yengi boshlasanglar bu ishni. Lekin yaxshi narsalar pishirsanglar, xaridoringlar o'zi ko'payadi inshaalloh. Shunga o'xshagan retseptlarim hali juda ham ko'p. Kanalimda qanchalik aktiv bo'lsanglar, meni ilhomlantirib, shunchalik tez tayyorlab ko'rsatib berishga harakat qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, Allohga omonat bo'linglar.